Yaxshi qiz, sizda bir umrga mumkinmi? Obid aka, nomerimni siz qaydan oldingiz? Yuragim og'rib doktorga bordim. Davo deb sizning nomeringizni berib. Adashibdi. Men yurakka davo emas, boshqa baloman. Boshingiz aylanib qolmasin yana. Boshim aylansa ko'zlarimni yumaman. Nimaga? Seni ko'rmoqlik uchun. Endi bir hafta meni o'ylab yuradi. Kichkina shahzodam, hali ham arazlayapsiz. Sevgi deganlar o'zi azobga to'la ekan. Meni kechirishingiz uchun nima qilay? Sen topa men sizga 8600 11 72 73 86 43 16 marta aytganman. Meni sevgimni sotib ololmaysiz? 10 million ketdi aşkım. Ha, yo'q, sevgim sotilmagan bilan, lekin tanishlarga arendaga beriladi sen topa. Sen topa ammam qilyapti. Shahlochka. Dumalog'im, bugun nima ovqat pishirib bervaring? Yo'q, boshqa berma, Shahlochka. Voy, nimaga? O'zing yuragimni band etganing yetmaganday ovqatlaring oshqozonimni zabt etyapti. Voy, to'polonchi, qo'rqitvordingiz-ku. Men g'olibman, buyuk lashkarman. Bosib oldim sevgi shahrini. Ko'zlaringni yum. Yumdim. Nimani ko'ryapsan? Qorong'ulikni. Bu meni sensizlikdagi hayotimning ko'rinishi. Voy, bo'g'irsan. Mendek challiq o'zi hisob bermasa odam bo'lishimiz judalar qiyin. Laqqa-baliq beraveribsan-ku. Tushunmadim, ajdaniyaga tushdimmi? Qo'rqma Ra'no. Onam mendek burgutni qanaqadir tovuqlar uchun tug'magan. Nima gap bunda? Yana shu katinam o'g'irlashib qopti. Voy, uzr obdaki, men bilmagandim. Nima yordam bera olaman? Qo'yver, shu 7 million kerak-da. O'tib ketgan katinam 8-marta kasal bo'lish. To'lina o'qimasam bo'ldi edi. Bo'ldi, hozir tashlab yuboraman. Yo'q, kerak emas Ra'no. Hayotimga kirgizding kim ma'no? Bolam senga mahallani boshidagi shapoatni to'g'rilab qo'ydim. Yo'q, bo'lmaydi, u telefon ishlatadi. Bo'lmasam orqa mahalladagi masturaga nima deysiz? Yo'q, u ham bo'lmaydi, Instagramga kiradi. Qanaqa qizga uylanasan o'zi bola? Shu onasi o'ppaganiga videochani vagon qizlar bilan gaplashish, yana uylanayotgan paytda xuddi o'zi osmondagi oyda hech kim bilan gaplashmagan qizni xohlaydigan toza aploslarga jo'natamiz.